Olma sirkasi haqida hali hech kim aytmagan qoidalar. Birinchi qoida: agar oshqozoningizda muammo bo'lmasa, nonushtadan 15 minut oldin, ammo oshqozoningizda muammo bo'lsa, nonushtadan 30 minut keyin iching. Ikkinchi qoida: agar siz hazmni yaxshilash uchun ichayotgan bo'lsangiz, olma sirkasini o'zini, agar insulin sezuvchanlikni oshirib, tanada yog'lar almashinuvini faollashtirmoqchi bo'lsangiz, olma sirkasiga yarim choy qoshiq zaytun yog'ini aralashtirib iching. Uchinchi qoida: olma sirkasi ichish davomiyligi 10-14 kundan oshmasligi kerak. Keyin orada 5-7 kun dam olib, yana davom ettirsangiz bo'ladi. Ana endi sizga olma sirkasi olayotganda nimalarga e'tibor berish kerakligini tushuntirib o'taman. Olma sirkasi with the motherly bo'lsa, ya'ni tagida cho'kmasi bor bo'lsa, aynan bunda tirik ferment, probiotik va aminokislotalar bor. Bundan tashqari olma sirkasi shisha idishda bo'lsin, agar u plastik idishda bo'lsa, plastmassadagi bisfenol A yoki boshqa kimyoviy moddalar molekulalari sirka ichiga o'tadi va foydali bakteriyalarni o'ldirib, sirkani foydasini yo'qotadi. Asosiysi olma sirkasi 5% bo'lsin, chunki u ichish uchun to'g'ri darajadagi olma sirkasi hisoblanadi. Yana qaysi mahsulot haqida batafsil ma'lumot berishimni xohlaysiz? Kommentariyada yozib qoldiring.